Bugun siz bilan o'sha mo'jizaviy serialning kadr ortiga sayohat qilamiz. Ekranda ko'ringan sovuq manzaralar aslida qanday voqealar bilan to'lganini bilasizmi? Unda qish san'atasi kadr ortiga qana ketdik. Junsang va Yojin qorda o'ynab kulgan o'sha mashhur lahza, ammo aslida ular qahqah urishayotgan paytida deyarli muzlab qolishgan. Rejissor yana bir dubl deganda aktyorlarning lablari sovuqdan ko'karib ketgan. Uzoq kunlik suratga olishdan so'ng nafaqat aktyorlar, balki operatorlar va rejissorlar ham charchab qolishgan. Shunchalik charchashganki, kamera yonida o'tirishgancha uxlab qolishgan. Shu sabab ba'zi tabiiy sahnalar aslida charchoq lahzalari bilan aralash suratga olinishgan. O'sha mashhur sahna Nami orolida suratga olingan. Aynan shu yerda Junsang va Yojin qorda quchoqlashib turgan edi. Hozirda esa o'sha joyda ularning haykali o'rnatilgan va bu orol endi Sevgi shahri nomi bilan mashhur. Har yili minglab juftliklar shu haykal yoniga kelib birgalikda suratga tushishadi. Qish san'atasi bu shunchaki serial emas, bu yuraklarga o'yilgan abadiy sevgi ramzi. Agar sizga bu kadr orti yoqqan bo'lsa, izohlarga yozing. Keyingi safar qaysi serialning kadr ortini ko'rmoqchisiz? Qish san'atasining ikkinchi qismini chiqaraylikmi? Unda obuna bo'lishni unutmang.